Xo'p, yaxshi. Buni bir yaxshilab tozalab qo'yaylik-chi. Menga qarang, oyi. Agar yerda pul yotgan bo'lsa, uni ola olmasangiz nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Birovniki tushib qolgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerdagi pulchi. U kimniki unda? Shoshma, nima deding? Mana bu yerdagi pul kimniki deb so'rayapman. Qani? Bu ikkinchi qizim Mapratniki-ku. Yaxshi. Hozir bir buni sinab ko'raylik-chi. Qani nima qilar ekan? Menga qara, bitta sirni ochaymi? Qanaqa sir? Agar hozir mashq kartani osmonga qarab oladigan bo'lsang, 2 hissa puli ko'payadi. Rostdanmi? Qani, urinib ko'raylik-chi. Bismillah. Tepaga qarab, qani olamiz. Mana topdim. Yaxshi, qani o'tirib olaylik-chi. Ana endi 2 hissa puli ko'paydi. Xudoyim laqqa tushdi-yu bu kalta fahm.